Akani. Ne do'konni aylanib o'tib ketyapsiz? Assalomu alaykum. Haligi un bilan yog'ni olmoqchi edim. Pulini oyligimdan bersam maylimi? Tez orada olaman. Qarz daftaringizga yozib qo'ya olmaysizmi? Qarzlar ham ko'payib ketdi keni. Mayli, faqat kechga qolmasin. Rahmat. Akani. Ne do'konni aylanib o'tib ketyapsiz? Uzr, hali oyligim chiqmagandi. Oyligim chiqishi bilan qarzlarimni uzib ketaman. Keni, shuni o'ylab yursizmi? Bizning do'konda 1 so'm qarzingiz qolmadi. Kecha akangiz to'lab ketdilar. Akam? Ha, akangiz? Rahmat sizga. Xo'p. Do'stim, hozirgi narsa olgan singlim necha pullik narsa bo'ldi? 70 ming bo'ldi. U ayol sizni singlingizmi? Bo'lmasa nega ko'rishmadingiz? Har bir ojiz ayol bizning singlimiz yoki opamiz. Men 1 million. Shu singlimiz nima so'rab kelsa beraverasiz. Xo'p, tushundim aka. Ilohim, shunaqa yaxshi insonlar ko'payaversin. Bizning do'konda nima kerak bo'lsa, kirib bemalol olishingiz mumkin. Rahmat. Rahmat.